33. Rasmda ko'rsatilgan kundalik to'lqinning amplitudasi qaysi raqam bilan ko'rsatilgan deyapti. O'zi bu narsa Dekart koordinatalar sistemasi bo'yicha x, y bo'yicha bitta aylanani yig'indisida bir marta aylanib kelsa bir davr bo'ladi. Endi shu narsa bu yerda yoyib ko'rsatilganda mana shu yergacha keldi, mana bir davr bo'ladi. Endi ikki do'nglik orasidagi masofa lambda bilan belgilanadi. Bu to'lqin uzunligi deyiladi. Endi amplituda nima? Amplituda muvozanat vaziyatidan eng chetga chiqishda, misol uchun mana matematik magnitni chizayotgan bo'lsak, mana muvozanat vaziyatida turibdi. Tebrantirib yuborildi. Maksimal shu yergacha ko'tarilishi mumkin. Shu yergacha bo'lgan masofa A bilan belgilanadi. Amplitudaning qiymati deyiladi. Yoki bo'lmasa shu birinchi nuqtadan tebrantirildi. Bir marta borib kelsa, bir davr deyiladi. Endi borguncha bitta davr, bitta amplituda, ikkita bu nuqtada. Qaytguncha xuddi shunday ikkita, to'rtta amplitudani bosib o'tadi. Endi muvozanat vaziyatidan eng chetga chiqishi amplitudaning qiymati bo'lsa, bu chizmani muvozanat vaziyati mana 0 nuqta. 0 dan boshlab eng chetga chiqishi mana shu nuqtaga to'g'ri keldi. Endi shu yergacha bo'lgan masofa amplitudaning qiymati deyiladi. Mana shu yerda A bilan belgilaymiz. Javobga to'g'ri kelyapti.